Shunlarni olgan dorisini so'rab olib qo'yaman. Shu quyilgan osmokoli, nazarchinasi. Masalan, bizda kasal ko'rsak, ko'rmaymiz bir-birimiz, oldirgan analizimiz, yozgan dorimiz deb bir-birimiz qaysi doktorga bizdan chiqib turib, qaysi doktorga borsangiz ham, shu narsani oldinda borasizdan asosiy fakt bilan. Necha qoladi? Asos bormi? Olib qolishi. Yani o'zini lichenasini ko'rsatmasa ko'rsatadi ekan, shuni. O'zini aptekasida bo'ladi. Unda biz ham o'zimizni apteka tutib qo'ysak bo'ladi. O'zimiz dorini aytamiz, a? Yo'q, sostav dori hamma joyda bir xil yoziladi. Bu o'zini aptekasida degan narsa xato. Hamma kasallik xizmat etadi? Yo'q, hamma kasallik xizmat qilmaydi. Yo'q, hamma klizma etiladigan holatlar bor, etilmaydigan holatlar bor. Hozir klizma degan narsamiz standartdan chiqarildi. Klizma faqat xirurgiyada bo'ladi. Faqat xirurglarning nazorati ostida o'tkaziladi klizma. Eldan ataradik. Masalan, endi ichak tutilishlari Parijda sal ko'payganligi uchun standartdan chiqarilgan narsa.